hech bir dunyoga kelgan bola samatsenkasi bilan tug'ilmaydi. O'ziga nisbatan bahosini faqatgina atrof, ota-onaning ko'zi asosida o'ziga bo'lgan bahoni qo'yib beradi. Masalan, Nik Vuychichni oling. Bilasizmi, Nik Vuychich ikki qo'li yo'q, ikki oyog'i yo'q odam, pilla qurt odam deyshadi. Mana shu odam o'ziga bo'lgan ishonchini ko'rganmiz, samatsenkasi qanaqa zo'r, joyida, adekvatniy odamda. Bilasizmi nimadan biz o'zimizga qanaqa baho beramiz? Ota-onamizni ko'zi bilan. Birinchi krugimizdagi odamlarning bizga bo'lgan munosabati asosida bizda o'zimizga bo'lgan baho shakllanadi. Nik Vuychichga shu otsenkani ota-onasi san sog'lomsan deb bergan. Kichkinaligidan san hamma kabisan, shunchaki seni Xudo boshqacha sevadi. U seni boshqa bolalarning orasida tezroq topishimiz uchun, sen yo'qolib qolmasliging uchun, seni topish osonroq bo'lishi uchun bizga yaxshi bo'lsin deb shunday yaratgan deb unga bolasiga shu narsani uqtirishgan. Va bolani kichkinaligidan hech qachon unga rahm qilishmagan. Buni ikkita oyog'i yo'q, ikkita qo'li yo'q, bu ishni qila olmaydi, ovqat yeya olmaydi. Yo'q, qila olasan, qil. Skateboardda ham uchgan, boshqa ham qilgan, hamma narsa qilib ko'rgan. U sog'lom bolalar qilmagan ishni qildi. Nega? Chunki unga ota-onasining ko'zi bilan o'ziga qaraganda men sog'lom odamman degan tushuncha bor. Shakllanib bo'lgan bu. Shuning uchun samatsenka bilan hech kim tug'ilmaydi qizlar. Biz o'zimiz samatsenkani bolalarimizga yuklaymiz. Ya'ni uning samatsenkasi qanaqa, mana o'ziga ishonchi past, o'ziga nisbatan juda neuverniy bolalardan doim so'rasangiz, gaplashsangizga ota-onasi demak shunday bergan ustanovkani qayerdadir. Yoki jamiyat, dugonalari, o'qituvchilar, ya'ni avtoritet bo'lgan odamni eshitgani uchun ham o'ziga nisbatan shunaqa baho bilan yuribdi.